Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Kanalimizning aziz obunachilari, bizlardan navbatdagi g'alaba Urganch tumanlari ma'muriy sudining hal qiluvchi qarori bilan Urganch shahar hokimining 2013-yildagi egalik belgilash to'g'risidagi qarori haq emas deb topilib, navbatdagi g'alabaga erishdik. Bu bo'yicha advokatimiz Allohim shug'ullanib, demak, hozir qisqacha tushuntirish beradilar. Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. O'tgan safargi ko'rsatuvimizda fuqaro Sharipov va uning turmush o'rtog'ini oila a'zolari bilan turar joydan chiqarish masalasi bo'yicha sudda ko'rib chiqilgan ishimizni bayon qilib o'tgan edik. Shu fuqarolik ishimizni ko'rib chiqqan vaqtimizda fuqaro Sharipov tomonidan 2000-yildan beri yashab kelayotgan, lekin 2009-yil turar joyni to'liq buzib istiqomat qilib kelayotgan turar joyiga shahar hokimligi tomonidan 2013-yilda boshqa bir fuqaro nomiga qaror qabul qilinib, egalik huquqi belgilangan ekan. Shu qarordan norozi bo'lib turib, hurmatli Sharipov haqiqiy emas deb topish to'g'risida sudga shikoyat keltirdi va sud tomonidan ishimiz har tomonlama ko'rib chiqilib turib, hurmatli sudyamiz Do'sumbetov tomonidan shikoyat arizamiz to'liq qanoatlantirilib, shahar hokimining 2013-yildagi qarori haqiqiy emas deb topildi. Bu masala bo'yicha ana Sharipovning turmush o'rtoqlari o'z fikrini bildirib o'tadi. Assalomu alaykum. 2000-yilda joy sotib olgandik. 2009-yilda yangidan qurdik, yıkib 13-yilda boshqa odamlar nomiga rasmiylashtirib olibdilar. Bu qarorni 2026-yil yanvar oyida bildik va sudga shikoyat qildik. Sud tomonidan bizlarga qaror qabul qilib, hokim qarorini bekor qilib berdilar. Sudyalarimizga, advokatimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Haqiqat bor ekan. Rahmat hammasiga. Shu va shunga o'xshash masalalar yuzasidan sizni qiynayotgan savollar yoki muammolar bo'lsa, bemalol bizlarga murojaat qilishlaringiz mumkin.